Keyingisi Fuzayl ibn Iyos. Mana shu bugungi darsimiz nuqtasi. Kimki riyosatni yaxshi ko'rdimi, bilingki hasad qiladi va zulmga o'tadi va hamma yomonlar uradi. Bir eslab ko'ringlar-da, bir odam borki, shu mahrum bo'ldi. U xohlang imomchilikdan bo'lsin, xohlang mahalla komiteti kattasi bo'lsin, xohlang shu bir narsaning kattasi bo'ldi-yu, shundan tushdi. Birinchisi, agarda riyosat yomon ko'rgan bo'lsa, alhamdulillah qutuldim deydi. Lekin yaxshi ko'rgan bo'lsa, hasad qilib, zulmga o'tib, kim bo'lsa yomonlar. Ko'rdimmi shunaqa odamni? Kim bo'lsa qiziq yo'q-ki, yomonlar uradi, kelib palonchi, ha u ham mana, u ham mana. Palonchi deb maqtasangiz shuni yomon ko'radi. Uni oldida birovni maqtadingizmi, u odam shuni karih ko'rib ketaveradi. Sababi nima ekan? Riyosatni yaxshi ko'radi. O'sha hasad keltirib chiqardi, u zulmni keltirib chiqardi. Undan keyin odamlarni yomonlayveradi. O'zi aybi yo'q. Ayb endi beayb Parvardigor to'g'ri. Lekin u tuhmat qilyapti. G'iybat qilyapti. Hamma narsaga tayyorki, o'sha joyiga qaytib borishlik. O'sha kreslosiga, o'sha mehrobiga qaytib o'tirish. Sababi nima desa, o tepada aytdi-yu, bu juda yomon narsaki, maxfiy shahvat va hubbur riyasat. Boshqarishlikni, boshlaylikni yaxshi ko'rishlik.